Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bitta pritsepimiz sotildi. Bugungi chislamiz 2026-yil 7-yanvar sanasida Ko'kdaladan kelib xarid qildilar. Aka, pritsep ma'qul bo'ldimi? Ma'qul haqiqatan. Boshqa joylar ham ko'rdingiz, narxlar ham ma'qul bo'ldimi? Yaxshi bo'ladi. Mayli, yaxshi kunlarga buyursin. Hozir hujjatlarni ham taxlab beryapmiz. Mana elektromontajlari ham boshlandi. Pritsepimizni o'rtaqlar 8,5 million qilib berdik. Oldin 9 million sotib turdik. Akaga bayram oldi va'da berib qo'ydik. Shuni 8,5 million qilib berdik. Oldin parkoplari, elektromontajlari bilan 9 million bo'lib turdi. Har xil bir mostlik, ikki mostlik pritseplar tayyorlari ham bor. Mana ichkarida ham tayyorlash jarayonlari ketyapti. Tashqarida ham tayyor pritseplarimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Mana tayyor pritseplarimizni obzor qilib beramiz. O'rtoqlar, xudo xolasa tentni yoki parkopni bonus qilib beramiz. Bugungi sanamiz yana bir eslatib o'tamiz. 2026-yil 7-yanvar sanasida turibmiz. Hozir kimdan kim shu mana shu 7-chislodagi syomkangizni ko'rib keldim, shundan ko'rib keldim degan odamlarga yana xudo xolasa pritsepni kelishib qo'ygandan keyin yana 500 ming so'm qo'liga naqd shaklda qaytarib beramiz. Va'damiz va'da. Yoki undan tashqari kelishasalar tentni yoki parkopni bonus qilib beramiz o'rtoqlar. Layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Bizlardan pritsep olishingiz nima afzallik tomoni bor desangizlar, bizlar 8 yildan beri pritsep ishlab chiqaramiz. O'zimiz Xorazmlikmiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, Osiyo bozori yonida, mashina bozori yonida, postoyanni shu yerda 4-5 yildan beri, endi 5 yil bo'lib qoldi. 5 yildan beri pritsep ishlab chiqaramiz. Shuna sizlarga bir maslahat bergan bo'lardim. Anchadan beri tajribali ustalardan, tajribali sexlardan pritsep olishlaringizni tavsiya berib qo'ygan bo'lardim. Layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Kommentariyalarni yozinglar. Agar kamchiliklarimiz bo'lsa, qanaqa kamchilik bo'lsa, kamchiliklarimiz to'g'rilab olamiz. Har xil pritsep zapchastlardan ham, har xil zamoklar, kurchoklar ish qilib, pritsep zapchastlarimizdan ham tayyorlari bor. Kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Mana bu Surxondaryoga zakaz pritsepimiz. 1.60 ga 2.10 pritsepimiz. Mana bu pritsepimiz endi o'zimizga deb qo'yganmiz. Buni juda baquvvat qilib 2.5 ga 1.40 razmerda bo'lgan. Mana bu 1.40 ga 2.10, 1.30 ga 2.40 mi shunaqa bu. Bu ham zakazga qilingan. Agar xaridori chiqsa buni ham sotib yuboramiz, xudo xolasa. Mana bu 2.5 ga 1.5 razmerda. Buni kamchilik qolgan, bayram oldi tayyor bo'lgan, bu kamchilik qolgan, kamchilik kraskalarni qilib beramiz buni xudo xolasa. Hozir bolalar kelsa qilib qo'yadi xudo xolasa. Mana bu pritsepimiz eni 1.60, uzunligi 2.5. Buni chorva mollaring sharoit bo'lsin deb, mana bu oldini bosh qismi chiqib tursin deb 40 sm bortini chiqarib yuborganmiz, tepasini. Mana bu yerda 2 mostlik pritsepimiz mana tayyor. Bularni xudo xolasa aksiya qilib 500 ming so'm, 1 million arzon qilib xudo xolasa kelishgan holda 500 ming so'm, 1 milliongacha aksiya qilib arzon qilib berib yuboramiz xudo xolasa. Mana murojaat uchun telefonlarimiz 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Tayyor pritseplarimiz bir 10 tacha bor, xudo xolasa. Ichkarida ham ozgina kamchiliklar qolgan, ularni ham xudo xolasa taxlab beramiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Yerqo'rg'on tomondan kelaverishda mashina bozori yetmasi mana 8 etajli domning ro'parasida avtoskrab servis. Mana shu yerga kelaverasizlar. Mashina bozoridan o'tgandan keyin o'ng tomonda 8 etajli domning ro'parasida avtoskrab servisda pritseplarimiz tayyorlari bor.